$53,000 2 xonali 55 kvadrat metr xonadonimizda sotuvga qo'yildi. Mana bu yog'imizda koridorimizda ko'rib turganingizdek xonalari отдельный, ya'ni alohida mana bu joyda yotoqxonamizda joylashgan. Yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Kengina, chiroyli holatda turibdi. Kirib kelib yashaladigan holatda. Xo'p, bu yog'imizda podyezdga chiqish asosiy eshigimizda prixojniy shkaflarimizda qo'yilgan ekan va sanuzellarimiz ham разделный joylashgan. Xo'p, hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa yuvinish xonamizda joylashgan. Yuvinish xonasi ham anchagina keng, kafellari tayyor terilgan. Xo'p, bu yog'imizda mehmonxona qismi bo'ladi. Mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Anchagina uzun, katta bo'lib turibdi. Xo'p, bu yoqda esa oshxonaga yo'l olamiz. Oshxona ham anchagina keng, balkonga chiqarilgan, qo'shib yuborilgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu tomonda oshcha narsalarni qo'yib qo'yishga yoki stol zona qilsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda gaz plitalarimiz joylashgan. Xullas kalom, mana shu xonadonimizda Algoritm Muxlisa chorrahada joylashgan 12 qavatli binoning 8-qavatida. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, opsiyada telefon nomeri qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.